Bunaqasini ko'rganmisizlar? Oshxona mebeli, mehmonxona mebeli. Qadrdonlar, Andijonda Jahon bozoridamiz. Kuxunli mebellarni ko'ringlar. Bu mebelimiz Krashinni MDFdan tayyor bo'lgan ekan. Mexanizmlar o'ta superdan ishlatilgan ekan. Buni nimaligini bilganlar kommentariy yozib ketinglar. Shaxsan birinchi marta ko'ryapman. Xo'p, bonusiga sushilka, moyka, musor paqir. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Eng qizig'ini aytaymi sizlarga? Bu nima? Bekemosidan bo'laveradi. Albatta hazil, lekin xohlagan narsangizni foydalaningiz bo'ladi. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, metri 4 milliondan ekan, hozir 3,5 milliondan qilib berishar ekan. Sizni uyingizga, razmeringizga, didingizga qarab, rangini siz aytgandek qilib chiqarib berishar ekan ustakalarimiz. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Oshxona mebeli, mehmonxona mebelimi? O'ta didi bilan ishlangan ekan, mexanizmlari vakuum ekan, qaranglar. Bu fasonimiz high-tech hisoblanadi, ruchkasiz bo'ladi. Bonusiga bularda sushilka bilan mo'yga qo'shib berilar ekan. Bu tomonni ko'rsalar, ruchkali mana. O'ta did bilan ishlangan. Nima deyapti bu? Bunaqasini shaxsan o'zim birinchi marta ko'ryapman. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsa, 3 etajli 3 milliondan, 2 etajli 2 milliondan qilib berishar ekan. Siz xohlagan rangda, siz xohlagan razmerda ishlarni chiroyli bitirib berishar ekan ustakalar. Akril materialdan tayinlangan oshxona mebelimizni ko'rdilar. Ustakalarimiz sizga baho beringlar. Vodiy bo'ylab ustanovka, dastavka mutlaq bepul ekan. Xullas, ko'rsatilgan raqamga aloqaga chiqaverasiz, ishlayni, sizlarni ko'ngillayindek qilib bitirib berishar ustakalarimiz. Bağlarca bor agar sevsa seni, mendan kuchliroq